PUBG Mobile'da iPad kuchlimi yoki telefon? iPad kuchliligi aniq, lekin ba'zi telefonda o'ynaydigan o'yinchilar iPaddagi o'yinchilar yutib qo'yayotganini ko'rib, bir test qilish niyatim bor edi. Taqdir taqozosi bilan qo'limga iPad M4 tushib qoldi. Aytishadi, 7 kishini omadi bilan o'ynashmaylar deb. Bo'lmasam testni boshladik. Bu meni telefondagi o'yinim. Endi iPaddagi o'yinim. Test o'tkazib shu narsani tushundimki, grafika bo'yicha ham, zalyot bo'yicha ham, umuman boshqa narsa bo'yicha ham iPad eng kuchlisi ekan, lekin qo'li kichkinalar uchun bu juda noqulay, plus og'ir. Men 4 barmoqda o'ynayman, plus qo'lim kichkinaligi uchun iPadda daji pik ham qila olganim yo'q. Men uchun telefon qulay. Sizlarning fikringlar qanaqa? iPad yaxshimi yoki telefon? Kommentariyaga yozib ketinglar.